Xotinchik, eshikni yopib qo'yma, eshikni qo'yapman. Jonim, agar ozroq pulingiz bo'lsa, pul tashlab ketsangiz, uyga go'sht olmasak ham kartoshka, piyoz, sabzi olaylik. 165 ming pulim bor ekan. 5 ming bo'lmasa yo'l-kira yopib qo'yaman. Qolganga ro'zg'orliqi, agar ortsa, bittagina go'sht osh qilib bersa. Rahmat, erjonim. Akam bormi, Dila yengejon? Akangiz yo'q, Dila ishga ketuvdilar. Kiring uyga. Hamma kasal, ozroq pul yordam qila olasiz. Albatta, faqat 160 ming pulimiz bor. Shu yetadi degan umiddaman. Rahmat, birlaringizga ming bersin. Bitadi, rahmat. Mayli. Xotinchik, buni qara beraki. Erjonim, bu narsani qayerdan oldingiz? Kim berdi sizga? Bir saxiy bo'y pul va oziq-ovqat ehsonlik qildi. Naq 1.600.000 puli ham bor. Bugun o'zi singiz kelgandi. Bozorlikka tashlab ketgan pulingizni singizga berib yuborgandim. Rosa o'ylagandim sizga nima deyman deb. Lekin Allohimni o'zi sizga javob qaytaribdi. To'g'ri aytishadilar. Bir bersang 10 qilib qaytadi deb. Ehsonning mukofoti ehson bo'ladi. Eng katta ehson esa oilaga qilish kerak. Bu video yoqqan bo'lsa, videoning tagida kommentariy o'z fikrlaringizni qoldirib, tanishlaringizga yuborishni unutmanglar. Hammalaringizga rahmat.